Odatda 6 milliydan kichik bo'lsa, buni nihoyat oson tushunayotgan bo'ladi. Abdumjid aka hozir mushu börekka tosh tushgan, suv tushgan odamlar bek ko'pkan. Mushuni davo qilmay yuyvasak bo'lamdi yo cho'qim davolanishimiz kerak mush to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Bo'ladi ukam, bu jamiyatga nihoyat inchka bir taqozolik bilan kutayotgan bir savol bo'ldi. Endi bu börekdagi toshninki nima sababdan tutganligi nihoyat bir sir bu ish. Ikkinchi birisi bularmi bizningki mushu Janubiy Shinjang, bularmi Xotanda 100 dona odamga bölgüge Uyg'urlarning 100 dona odamga bölgüge tosh tushgan bo'lsa, Xanzu yo'ldoshlarininki birasi chiqadi yo chiqmaydi. Nima uchun bu yo'ldoshlarga bölgüge tosh tushmaydi, bizningki tushidi degan chog'da? Bular bizning boshqa Xotan rayoni aytgan chog'imizda tuzliqroq tomoqni ko'paytamiz. Hem yuqori molekullik, yuqori energiyalik tomoqni ko'p iste'mol qilamiz. Bumi börekka akagan ba'zan nisbatlarni kuchaytirib o'tadi. Ikkinchi birisi o'zimizni kuchlantiramiz, quvvatli yetmez deganga o'xshash shu doğruluk, tibabat doğrular bo'lamdi, boshqa doğrularni ko'p iste'mol qilamiz. Mushimi börekka akagan zaharni kuchaytirib o'tib, börekning anatomik tuzilishida zaxmiyat ko'rsatma börekka tosh tushirdi. Endi börekdagi tosh odatda 6 milliydan kichik bo'lsa, buni nihoyat oson tushunayotgan bo'ladi. Bir haftadan 10 kunga atrofida bu toshni tushunayotgan bo'ladi. Endi bu börekning o'zidagi suydik yo'lida, bu suydik yo'lining diametri odatda 5 milliy ketadi. 5 milliy atrofida bo'ladi. 5 milliy atrofida bo'lgandan keyin bu toshning o'zi 5 milliydan yuqori bo'lsa, suydik yo'lga katlashib qolib bu tosh patmagandan keyin neychining ichiga. Shuning bilan börekni qattiq og'ir tutgan, siyammayotgan, hattoki qusutgan ahvolni keltirib qo'ydi. Endi bu börekdagi tosh, matug'ashchi suv. Endi börekdagi suvchi. Bu suv mana eng xatarli ish. Börek go'shtning o'zi suvi chilinib tursa, börek nihoyat tez sur'atda zaiflashib ketadi. Buni vaqtida operatsiya qilib, o'sha toshni elayotgan chog'imizda suvni tang birga yo'qaydi. Uningdan keyin biz börekdagi toshni siz kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, doğru orqali tushiring yoki bo'lmasa operatsiya orqali tushiring, nima ish qilsangiz qiling, bu toshninki ikkinchi navbat tushish, uchinchi navbat tushish nisbati odatda yana 90%. Yana qaytilib tushadi bu tosh. Unda bo'lsa, börekdagi tosh tushib bo'ldi. Doğru orqali tushadingizmi, operatsiya qilib tushadingiz, nima ish qilsangiz qilib tushadingiz bu toshni. Tushib bo'lgandan keyin cho'qim 15 kundan keyin Uyg'ur tabobat doğrusini, ya'ni börekni kuchlantirgan doğruni cho'qim iste'mol qilishingiz kerak. Buni iste'mol qilmasangiz 1 yildan keyin, hatto 2 yildan keyin bu tosh tig'inbak yo'g'inab tushishi mumkin. Ikkinchi birisi börekdagi suv vaqtida yo'qolmasa, bu börekning o'zi suvi chilinib turgandan keyin börek nihoyat ostan zaiflashib ketadi. Qanday qilamiz u chog'da? Operatsiya qilib, kesib, elib tashlab o'tamiz degan. Bu cho'chirib urug'tiq qoldi. Shunga börekda tosh paydo bo'lgan bo'lsa, suv paydo bo'lgan bo'lsa, bu toshning cho'ng kichikligiga asosan tibobat doğrusini ishlatamizda yoki bo'lmasa g'arb tibobati bo'yicha operatsiya qilib o'tamiz. Nima ish qilsangiz qilinglar ishlab, ma toshni yo'q qilinglar. Ikkinchi navbat, mushu tosh tushib bo'lib, yo'q qilib bo'lgandan keyin cho'qim börekni kuchlantirgan doğruni, bularni javar zaruni, mushu doğruni cho'qim iste'mol qilishingiz kerak. Rahmat. Ben her günü noche tibabat bölümünü sözlevat etme. Konularını yakan bozu göncu kılıp anlar. Yüek bir panlar. Pişketel konusu iyi yazıp panlar. Evet köşeler mesela.